Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunda toza zotlik ona bola ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga ona bolani 2 dona zo'ridan bor. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, bu haqida chiroyli qilib obzor qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar, 2 dona ona bolani zo'ridan, bollari ikkalovi ham qo'chqor. Bollari ham zo'ridan. Bir sariq, bir kashtanni. Kashtani mana bunisini bolasi, sarig'i nargisini bolasi. Yonida 3-bollari. O'ta zo'ridan. Havasga boqaman deganlarga, zotga boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Onalarning bo'ylari ham 80 kg orasida. O'ta zo'ridan. Bollari ham 3 oylik, 2 oylik atrofida. 2 kg ham qo'chqor jonivorlar. Dumbalar ham kayri dumbalar, onalari ham, yoshlari ham yosh. Havasga, zotga boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. Yuzlari ham o'ta kelishgan jonivorlar. Pullash toshladi o'zini. Yeb-ichlarga bir haftagacha sinovlari bor. O'ylamasdan uylaringga yetib borganda qo'y, o'shadan tushirib, sinov olib, yeb-ichlarini ko'rib, impulsini berasizlar. Dumbalar ham kayri dumbalar, iliklari quvvat jonivorlar. Zo'rlardan. Yuzlari ham hozir ikkalari. Qo'chqorda ham yaxshisidan qo'shilgan. Bollari ham zo'r. Yeb-ichlariga o'ylanmasdan sinovdan o'tkazib, ko'rib olarasizlar. O'ta zo'r variantlaridan. Faqat zotga boqaman deganlarga. Xulosasi ham zo'r. Kayridim bilan jonivordi. Havasga boqaman deganlarga garbonoslari ham o'ta kelishgan. Onalari ham, bollari ham. Narxlarni ham chiroyli qilib, arzon qilib, ikkovini bir joyga olaman desalaring 6.500.000 so'mdan ozgina xayrini qilib, chiroyli qilib, dastavkalarimiz Toshkentgacha 6.500.000 so'mdan. Ikkovi ham bolasi qo'chqor jonivor. Onalarning bo'ylari 80 ga beramiz. 6.500.000 so'm bo'lsa, dastavkalar Toshkentgacha o'ylanmasdan aloqa chiqarasizlar. Noyog'iga kelishilgan holatda. Shoshil baloga chiqaramiz. 2 dona ozgina davnashimizga. Qo'ylar akalar, akamizga Bishkekdan shu Qirg'iz yopilmasidan oldin olib berdik. 3-4 oy bo'ldi kelganiga ham dehqonchilik boqyapti turgan qo'ylari. Jonivorlar kelganiga ham shu 3-4 oy bo'lib qoldi. Shu Bishkekda Qirg'izistondan olib kelingan. Qirg'iziston bekilmasidan oldin dehqonchilik qo'ylarimiz. Shoshilib baloga chiqaramiz obunachilar. Birinchi telefon odamga telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Shoshilib baloga chiqaramiz. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Sizdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib tursalaring, bundan da zo'rlarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.